Assalomu alaykum internet va TikTok ahli. Bundan bir necha yillar oldin mana shu maktabda kichkinagina bir qop-qoragina bola bo'lardi. O'ynab kulib yurardi, lekin ikkiga o'qib turardi. Aqli hushini yo'qotib bir qizga ko'ngil berdi. Maktab bitirgan chog'i qiz jala bo'lib ketdi. Ich-ichini yegan, alamdan iztirob, sevgi o'tida kuygan bola ichkilikka berilib, mahallada shunaqa quduq ko'lab g'ishlar qo'yib yurardi. Qarang, Allohning nazari tushdimi? Yoxud ol qo'lim dedimi? Mana shu garajni qurib, ichiga ikkita mashinani tiqdi-yu, o'z qo'llari bilan devorlarni urib, imoratini ajoyibga o'zgartirdi. Vaqtlar o'tdi, xalq yaxshiligi evaziga olqishlagan sari mana bu uyni ham bitirib tashadi. Mana endi qarang, uncha boyda yo'q, mana bundaqa akulalarga ega bo'ldi. O'zi Dubayda, lekin yuragi shayda. Uy-joylarni ta'mirlab, hamma joyda yasatib, endi nima qilishni bilmay, soqqani soqqaga bosyapti. Yaxshi ishlar qilyapti. Tomdek bilyardxonalar ham bitib qolibdi, Sardor. Omadni qaranglarda. Havas qilinglar, havas.